6 qism. Hozir u haqiqatan asabiylashib, kontrolligini yo'qotgan bo'lib, hozir qachchig'ida yotoq uyimga bisib kirsa, meni har nima qilib o'tishdan yonmaydi. Kechiring, men qasddan qilmadim. Ava Nima? Qasddan qilmabdimiz. U tarbiya ko'rmagan. Jangalda cho'ng bo'lgan saraliq to'mpay. Xiyolingda rostli men bilan to'y qildim deb o'ylab qoldingmi? Sendek lükchekni putumning elvatgan tirini qatdan qilmayman. Xat to'xtab tur. Sen lükchekni qanday qilmaykin qani? u mening tushuntirishimga quloq solmay, og'ziga kaginini bo'g'ziga yutmay, o'zi eng ashaddiy deb bilgan satkaplar bilan tilla otadi. Nima degan bilan tarbiya ko'rgan odam boshqacha bo'ladi ekan. Agar uning o'rnida azozil ayollar bo'lgan bo'lsa, yici qiz hazlakdan tortib it eshakning balasiga o'xshib tillab rasoyimni chiqarib o'tishi aniq edi. Lekin uning tillashlariga radiya bermay tug'ilib bo'lmaydi. Shunlashqa men bo'sh kelmadim. Hey, men sizga qasddan qilmadim desam, nimandaq o'zingizni bilmaysiz. Gap qilmay turib bersam, yuvash ko'rib qoldingizmi? Sizga deb qo'yay. Nima qilsam mening hisob deb o'ylab qolmang. Amaliyotda sizning og'zingizni yolg'on to'y qilgan bilan hukumat guvohligidan o'tib bo'lgan qizil qog'ozimiz to'liq. Vaqt kelib qolsa, er-xotinning ishiga hech kim aralasholmaydi. Tayliq pulim bor deb yo'g'onlik qilyapsizga? Sizga yana bir deb qo'yay. Har qanday odamning odimiyligi mol dunyo bilan o'lchanmaydi. Mol dunyo sizga mehr-muhabbatni setib olib bermaydi. Sizning ashu muz yig'ib turgan chiroyingiz bilan qinni olvos sho'rab tugitayotgandek tatrango badaningizni ko'rishga xushtor bo'lib qolgan odam yo'q. Yilg'o marabdima, agar majburiy askilik qilsam-mu, hech nima qilolmaysiz. Chunki siz mening qonunli xotinim. Nima? Og'zingni beqib so'zla. U lükchek. Qasddan ko'rganini ko'rib olib, yana cho'ng so'zlaysan, ha? Texi meni har nimaga o'xshatyapsansa? Ikkinchi meni xotinim deganni ig'zingga og'ichi bo'lma. Bo'lmasa seni o'ldirib aytaman. U mening gapimdan texmi asabiylashib, eshikni mushlashga boshladi. Menmi uni texmi jili qilib, tishig'i tegishga boshladim. Xotin, qaraganda bugun men bilan to'y kechasi o'tkazish niyatingiz bor-o'xshamamdi. Agar undaq niyatingiz bo'lsa, o'jiringizga chiqib tayyor bo'lib turing. Men keyningizdan chiqay. Sen tugashding lükchek. Seni o'ldirib aytaman. Nochi bo'lsam chiqar bu yoqqa. Men uning g'azablanganligidan chiroyining qonsiratmagan o'pkida qizirib esilib ketganligini ko'z oldimga keltirib, kulkam qistab ketib boradi. Bo'ldi, xotin kirib uxlang. Men birdam uning bilan shundoq o'ynashgandan keyin, shundoq deganimcha tillashlariga parvo qilmay o'rnimga kirib yotdim. U birdan meni tillab eshikni mushlab, mendan sado chiqmagandan keyin o'jirisining eshigini jalaqshitib yepib kirib ketdi. Gerçi bugun to'y ishi bilan charchagan bo'lsam-mu, hech uyqum keldigandek emas edi. İntizarning bayotinq yalang'och holati ko'z oldimga kelib, beorom qilsa, Soniyaning sovg'atligiga avatgan galostukidagi yo'shirilgan sir qiziqishimni qo'zg'aydi. Odatdagi bir galostukqa qandoq sirning yo'shirilganligiga hech aqlim yetmaydi. Xiyollar bilan qachon uxlab qolganimni uqmayman. Bir chaqda telefonimning tinmay sayrishi bilan qanmagan uyqumni ta'sida ichib, telefonni qo'limga ilishimga uningdan intizorning ovozi anglandi. Nemish qilyapsiz? Hech uxlayotgan o'xshamamsiz? Men tunugunki to'yliq ko'nglakni qaytirib bergili, to'y girimlari mulozimat o'rniga ketib borman. Men bag'ichi uylarni tozalab, tamoqqa g'ash turing. Shundala men oqshomga o'tkazgan savalligingizni yo'yishga fursat berman. U shundoq degunicha mening javobimni kutmayla telefonni qo'yibdi. Uning meni qasddan tirik turayotganligi aniq edi. Tuyuqsiz oqshom Soniyaning telefonda qilgan gapi esimga kelib, tezlik bilan intizorning hujrasiga kirib, galostukni izladim. Afsus, galostuk hech yerda ko'rinmaydi. Ajiba, intizor galostukqa qandoq sir yo'shirilganligini bildiga o'xshamamdi. Hey, Soniyani cho'ng so'zlatgan qandoq sir bo'g'itdi u. Men shularni o'ylab, to'nglatqudan bir xalt sutni ilib ko'tirib ichib o'tgandan keyin intizorning menga buyurgan ishlari bilan korim bo'lmayla tez suratda kiyinib,
o'zimni tuzashtirib, Soniya bilan ko'rishgili heliqi oromgohga qarab mangdim. Demisimu Soniyaning menga nima demoqchi ekanligini bakli bilgim-ba edi. Soniya mendan burun kelib, meni saqlab turgan bo'lib, tamaki chekkach telefonda kimlar bilandir paranglashayotdi. U yanıla aldın qitimqidek tizlari yırtıq padişlar iştini bilen kindikini arallı yipip durduğan aqranglik gansar kiyvagan bolup, çeçini sırıq rangda boyutup, kaltı qilib yastıvalga edi. Yenida bolsa, mendimetlik, bishidik çaşını bütün gırdap taqırbaş boluvagan ve Saniyaga o'xshash uya buyalarni xuddi ish bilan talishib, ish talıvatgandek padişlar iştini bilen keyindi posmisi ba alichpar gansar kiyvagan bir yigit o'ltiratdi. Saniya meni ko'rib, uningga ko'z isharasi qilishi bilanla u menga mundaqli e'tiborsiz qarab qo'yib, xuddi o'zini mening oldimda chiniqqanligini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lgandek, ikki mo'risini ko'tarib, yasalma holatda eshik patmagandek bo'lib chiqib ketdi. Uning turqiga qarab, kulkam qistab tursimu, Saniyaga yuzlandim. Voy, qani o'ltiring yezna. Sizning keldiganligingizni bilatdim. Bir atal chekib qo'yamsiz. U shundoq degach menga tamaki sundi. Kechiring. Mushunani o'rganmabdikanmi? Bu yerga meni nimaga chaqirdingiz? Daydingiz bo'lsa tezdan, bo'lmasa mening ishim bor. Dedim men uning yizna deb atishini yoqtirmag'ach. Undaq bo'lsa, birer rumkidan ichib qo'yasiz. U tamakisini po'lab chekib shundoq tamkin ko'rinadi. Kechiring. Unimi qilib baqmagan. Mening vaqtimni ammay gapingiz bo'lsa tezdan. Mening rostilla achchig'im kelgan bo'lsa-mu, uning maqsadini bilmay turib, kaynimga o'rilib chiqib ketishga ko'nglim unimidi. Ichib baqmagan deb qo'ying. Oldingi qitim dal mushu yerda. Heliqi naynaq katib bilan ichganingiz ajibat choy bo'g'imidi. Yolg'on gapni muqamlashtirolmaydi ekansiz. Ahvoldan qaraganda men sizga bergan sovg'atlikni tafsili ko'rib baqmabsizdan, ha? Hech qisi yo'q. Endi ko'rsangizmi ulgursiz. U shundoq degunicha qo'ldagi telefonni menga tutqizdi. Men telefondagi qo'yilayotgan videoga qarab, gangrab turib qoldim. Chunki uningda tunji qitim Tursunay bilan musha ayrimxonni ko'rishgan vaqtimizda men o'zimni kontrol qilolmay qilib qo'ygan ishlarim ko'z oldimda namoyon bo'layotdi. Uning qandaqsiga bu videoga erishganligiga hayron qoldim. Acaba Tursunay Soniyaning odamimidi? Yo'q. Bu mumkin emas. Cho'qim uningda boshqa bir sabab bor. Men shu xiyollarni qilib, ayrimxonning to'rt atrofiga bir boshdan qarab chiqdim. Chunki ayrimxonning ichiga maxfiy kamera o'rnatilgan deb faraz qilgan edim. Avari bo'lmang. Buning ichida siz izlagan narsa yo'q. Balkim bu videoni qanday qo'lga tushirganda deb o'ylab qolgan bo'lishingiz mumkin. Har qancha o'ylasangizmi, tegiga yetolmaysiz. Chunki men bir ish qilsam naytib puxta va pokiz qilaman. Qo'limdagi bu video oshkorlanib ketsa, bu shaharda nomi bor Mardon liderning kuyovli qiynatisining katibi bilan oshna o'ynabdi degan xabar tarqalib ketsa, sizningcha boshqalar qanday inkasda bo'lar? Bunday rezil ishni men hargiz qilmayman. Chunki siz nimalar degan bilan mening yeznam emasmi? Shuning uchun siz menga javob qaytarishingiz kerak. Bilishimcha siz intizor bilan faqat mol dunyoni debla to'y qildingiz-ku deyman. Mendan hech qanday ishni yo'shirolmaysiz. Tursunay bilan ikkalarining ashu vaqt yaqinchiliklarni isbotlaydigan videoni qo'lga tushirgan yerda, ikkalarining nima maqsadda to'y qilganinglarni tushunmaydigan yerda emasman. Bilishimcha uning sababchisi men-ku deyman. Shundaqmi? Agar bu video orqali ikkalarining maqsadini oshkorlasam, maqsadim tezla amalga oshadi. Lekin bu o'yinni mening o'ynag'im kelyapti. Buning uchun siz menga moslashib berishingiz kerak. Hozir sizning tanlash huquqingiz yo'q. Agar mening taklifimga qo'shilmasangiz, hamma ishlarni oshkorlayman.
u chaqda siz hech nimaga erishmaysiz. Agar moslashib bersangiz, sizni ko'p foydaga erishtirma. dedi u xuddi g'olib qahramonlardek maydasini kerib turib. Uning bundoq ko'klamdan tutilishini o'ylab boqmabdi ekanman. Rostila bu men uchunla emas, intizor uchunmi cho'ng tahdid edi. Soniyaning intizordan imtiyoz olishayotgan bu paytlarda u ustunlikni egillagan edi. Amdilikda bo'lsa, biroqli pasib holatga qarab yuzini shaltida turardi. Agar men uning rozi bo'g'idek javob bermasam, buningdan keyingi bo'ladigan ishlar yegan tomoqimdaklar oydin edi. Shundaqdimi yana tambagim kelmadi. Sizga deb qo'yay Soniya. Qo'lingizdagi bu video hech nimani isbotlab bermaydi. Vaqt kelib qolsa, birdamlik hissiyotning ozdirishi deb tushunishga bo'ladi. İntizor bilan ikkimizga kelsak, biz qonunli holda to'y qildik. Ikkimizni yolg'ondan to'y qildi degan gapingiz puttasab turolmaydi. Agar ish yomoniga chiqib qolsa, hamma ishni ustimga elib kechirim so'rasam bo'ladi. Bu dunyoda ozmaydigan odam yo'q. Yaxshisi, siz niyatingizdan yenib qiling. Haros, sizdan bir so'rab boqay. Mardanladir sizni o'z qizim deb e'tirof qilgan turug'liq. Yana nima uchun uning bilan qirishsiz? Gerçi intizor sizdan bir qo'saq qirindishingiz bo'lmasimi? Yanıla ikkilarning dadisi bir. Shundaq turug'liq, nima uchun uningga bundoq dushmanlik qilasiz? Bundoq qilishga vijdoningiz yo'l qo'yamdi. Men shundaq degach uning chiroy ifodasini ko'zatdim. Nemishqidir intizorning oldida uduqib gapimni topolmagan bilan Soniyaning oldida shundaq ruhliq, erkin so'zlar otdim.